Bismillahirrahmanirrahim. Sura Ahqaf. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Hamim. Ha mim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Bu Qur'on g'olib, hikmat bilan ish qilg'uchi Alloh tarafidan nozil qilingandir. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma baynahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. Osmonlarni, zeminni va ularning orasidagi narsalarni haq asosda muayyan muddatgacha, ya'ni qiyomatgacha qoladigan qilib yaratdik. Kofirlar ogohlantirilgan narsalardan yuz o'rguchidir. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Ey Muhammad, mushriklarga aytqinki, sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan butlaringlarning ahvolini aytib beringlar. Ular zaminning qaysi qismini yaratganligini menga ko'rsatinglar. Yoki osmonlarni yaratishda ularning Alloh bilan o'rtoqchiligi bormi? Bu Qur'ondan ilgari sizlarga nozil qilingan kitob yoki ilgirkilardan qolgan ilm bo'lsa, menga elib kelinglar. Agar sizlar rostchil bo'lsanglar. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. Allah'ni qo'yib, qiyomatgacha duoni ijobat qilishga qodir bo'lolmaydigan butlarga cho'qinadigan odamdinmi gumroh odam bormi? Butlar ularning duosidan g'ofildir. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Qiyomat kuni insonlar hisob berish uchun to'plangan chog'da butlar ularga, ya'ni butparastlarga dushman bo'ladi. Ular tarafidan ibodat qilinganligini inkor qiladi. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Ularga bizning ro'shan oyatlarimiz tilovat qilinsa, kofirlar o'zlariga kelgan haqiqatni, ya'ni Qur'onni baholab, bu ro'shan sehrdir deydi. Am yaquluna iftarah qul in iftaraytuhu fala tamlikuna li min Allahi shay'an huwa a'lamu bima tufiduna fihi kafa bihi shahidan bayni wa baynakum wa huwal ghafurur rahim. Yoki ular Qur'onni ya'ni Muhammad alayhissalom o'zi to'qigan deyishamdi. Aytqinki, agar uni men to'qigan bo'lsam, sizlar mendan Allohning azobidan hech narsani dab'i qilolmaysizlar. Sizlarning Qur'on to'g'risidagi tuhmatlaringlarni Alloh obdan biladi. Alloh men bilan sizlarning oranglarda guvoh bo'lishqa yetarlikdir. Ya'ni
mening rostchilligimga va sizlarning yolg'onchiliginglarga guvoh bo'ladi. Allah tavba qilguvchini mag'firat qilguvchidir. Mo'min bandalariga nihoyat mehribondir. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. Aytqin ki, men Allah insonlarni tavhidga da'vat qilish uchun avatgan tunji payg'ambar emasman. Mendin ilgirki nurg'un payg'ambarlar elib kelgan vahyi bilan keldim. Nemishqa meni inkor qilasizlar? Manga va sizlarga nima qilinadiganligini uqmayman. Chunki Allohning taqdirini oldin uqqili bo'lmaydi. Men faqat manga vahyi qilingan narsiga agishiman. Men faqat sizlarni Allohning azobidan ochiq ogohlantirguvchiman. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Ey Muhammed, müşriklarga aytqin ki, sizlar aytib beqinglarchu. Qur'on Allah tarafidan nozil bo'lgan tursa, sizlar uningga ishonmasanglar, holinglar qandoq bo'ladi? İsroil avlodidan bir guvohchi, ya'ni Abdullah ibn Salam Qur'onning Allah tarafidan nozil bo'lganligiga guvohlik berib iymon keltirsa, sizlar takabburlik qilib iymondan bosh tortsanglar, holinglar qandoq bo'ladi? Shubhisizki Allah zolim qavmni hidoyat qilmaydi. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. Kafirlar müminlerge agar Qur'on bilan islom dini yaxshi bo'ladigan bo'lsa edi, ular, ya'ni ojiz musulmonlar uningga bizdan burun ishonmagan bo'ladi dedi. Ular Qur'on bilan hidoyat topmaganliklari uchun bu qadimqi o'ydirmidir deydi. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. Qur'ondan ilgari Musaning kitobi, ya'ni Tavrat ahli jahonga peshvo va rahmat edi. Bu arab tilidagi kitobdir. Ilgirki kitoblarni tasdiq qilguvchidir. Allah uni zolimlarni ogohlantirish uchun yaxshi ish qilguvchi mo'minlarga jannat bilan xushxabar berish uchun nozil qildi. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Parvardigorimiz Allohdir degan. Ondan to'g'ri yo'lda bo'lganlarga shubhisizki kelgusidan g'am qilish, ketganga qayg'urish yo'qdir. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Ani shular ahli jannatdir. Ular jannatda mangu qoladi. Bu ularning qilgan yaxshi amallarini mukofotlash uchundir. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا
حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Biz insonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. Insonni onasi mushaqqat bilan qo'rsoq ko'tarib, mushaqqat bilan tug'di. Uningga qo'rsoq ko'tarish muddati va uni sutdan ayirish muddati 30 oydir. Toki u bovoq o'sib, kuch-quvvatga to'lib 40 yoshga yetganda u Parvardigorim, sening menga va ota-onamga bergan ne'matingga shukr qilishni va sen rozi bo'ladigan yaxshi ishni qilishimni menga ilhom qilgin. Men uchun mening avlodimni tuzigin. Ya'ni mening avlodimni yaxshi odamlar qilgin. Men haqiqatan sana jimi gunohlardan tavba qildim. Men haqiqatan musulmonlardandurman deydi. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Ani şundaq kişilərinin yaxşı işlərini qəbul qılıb, yaman işlərini kəçirim qılımız. Ular Allah yaman işlərini kəçirgənlər bilən cənnətdə boludu. Bu, ularga qılınğan rast vədidir. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. Bazı odam, ya'ni ota-onasi iymonga da'vat qilgan fojir bola, voy, sizlar meni qayta tirilishdan qo'rqityapsizlar. Mendan ilgari nurg'un ummatlar o'tdi. Ulardan hech odam tirildirilgani yo'q, deydi. U ikkisi Allohga faryod qilib, voy sana, iymon aytqin. Allohning va'dasi haqiqatan haqdir, deydi. U bu faqat avvalqilardan qolgan afsonalardir, deydi. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. Ani şundaq kişilərə Allah'ның azab qilish sözü haqliq bo'ldi. Ular bolsa, ulardan ilgiri o'tgan insonlardan va jinlardan bo'lgan ummatlar qatoriga kirgizildi. Ular haqiqatan ziyon tortquchi bo'ldi. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Müminlərinin və kafirlərinin hamısının qılğan əməllərinə yarışa dərəcələri boludu. Ularning əməllərinin savabı və cəzası kəm ziyadə qılınmay
to'liq beriladi. Ularga zulm qilinmaydi. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ. Kafirlar dozaqqa to'g'rilanadigan kunda ularga ayıplash yuzisidan aytiladi. Sizlar lazzatlaringlarni hayoti dunyoda bahriman bo'lib tugatdinglar. Sizlar zaminda haqsiz ravishda cho'ngchilik qilib, iymondan bosh tortganliginglar va Allohning itoatidan chiqqanliginglar tufaylidan bugun xor qilg'uchi azob bilan jazolanasizlar. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Ey Muhammad, Odning qerindishi, ya'ni Hud alayhissalomning o'z qavmi bilan bo'lgan qissasini bayon qilgin. O'z vaqtida u Ahqof degan yerdagi qavmini Allohning azobidan ogohlantirdi. Uningdan, ya'ni Huddan ilgari va uningdan keyin nurg'un payg'ambarlar o'tdi. U, ya'ni Hud, qavmini ogohlantirib aytdi: Sizlar faqat Allohga ibodat qilinglar. Men haqiqatan sizlarning Allohdan g'ayriga ibodat qilsanglar, buyuk kunning azobiga qilishinglardan qo'rqaman. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Ular, ey Hud, sen bizni ilohlarımızdan to'sqili keldingmi? Agar sen so'zingda rostchillardan bo'lsang, bizga bizni qo'rqitgan azobni keltirgin, dedi. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. U sizlarga azobning qachon kelishini faqat Alloh biladi. Men sizlarga avatilgan narsani tabliq qilaman. Va lekin men sizlarni nodon qavm ko'raman, dedi. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. Ular o'zlarining vodisiga surilayotgan bulutni ko'rib, mana bu bizga yomg'ir yog'dirg'uchi bulutdir deyishdi. Hud aytdi: Undaq emas. U sizlar baldurroq ishqi eshishni talab qilgan narsadir. U bir bo'ron bo'lib, uning ichida qattiq azob bor. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. U Parvardigorining bir amri bilan hamma narsani halok qildi. Ya'ni bo'ron kelib ularni halok qildi. Shuning bilan ularning joylarining, ya'ni turgan makonlarining izidan boshqa narsa ko'rinmaydigan bo'lib qoldi. Gunohkor qavmni mushundoq jazolaymiz. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ
وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Biz ularni, yani Ad qavmini pul, mol, kuch-quvvat jihatda sizlarni qodir qilmagan narsalarga qodir qildik. Ularning shu ne'matlarga shukr qilib, bu orqali ne'matlarni berguchi Allohni tonishi uchun ularga quloq, ko'z, qalblarni berdik. Ular Allohning oyatlarini inkor qilganliklari uchun ularning quloqlari, ko'zlari, dillari ulardan Allohning azobidan hech narsani dab'i qilmadi. Ular masxiri qilgan azob ularga nozil bo'ldi. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ey Mekke aholisi, biz haqiqatan sizlarning atrofinglardagi shaharlarni halok qildik. Ularni kufridan yonsun deb oyatlarni takror bayon qildik. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Ularga azab kelganda, ularning Xudoga yaqin qilidu deb Allohdan boshqa tutgan ma'budlari ularga nemishqa yordam qilmadi. Belki ularning ma'budlari g'oyib bo'ldi. Bu, ya'ni butlar bizni Xudoga yaqin qilidu degan so'zi ularning o'ydirmisidir va Allohga choplagan bo'xtonlaridir. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. Ey Muhammed, öz vaqtida bir türküm jillarni sana Qur'on tingshashga avatdik. Ular Qur'on tilovatiga hozir bo'lganda bir-biriga jim turinglar deyishdi. Qur'on tilovat qilinib bo'lgandan keyin ular o'z qavmiga ogohlantiruvchi bo'lib qaytishdi. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Ular eyt, ey qavmimiz, haqiqatan biz Musodan keyin nozil bo'lgan, uningdan ilgirki kitoblarga uyg'un keladigan, haq dinga va to'g'ri yo'lga boshlaydigan kitobni, ya'ni Qur'onni tingshidik. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. Ey qavmimiz, Allohga da'vat qilg'uchi, ya'ni Muhammad alayhissalomning da'vatini qabul qilinglar va Allohga iymon aytinglar. Alloh ba'zi gunohlarni mag'firat qiladi. Sizlarni qattiq azobdan saqlaydi. وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Kimki
Allohga iymon aytishga da'vat qilguvchining, ya'ni Rasulullohning da'vatini qabul qilmasa, azobdan qechib qutulolmaydi. Allohdan boshqa uni Allohning azobidan saqlaguvchi yordamchilar bo'lmaydi. Ular, ya'ni Rasulullohning da'vatini qabul qilmaguvchilar o'p-o'chuq gumrohlikdadir. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Ular, yani ölgəndən keyin tirilishni inkar qilguvchi kuffarlar bilmamduki, osmonlarni va zaminni yaratgan va ularni yaratishda charchab qolmagan Alloh o'liklarni tirildirishga qodir emasmi? Durust. U haqiqatan har narsaga qodirdir. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. Kafirlar dozaqqa to'g'rilanadigan kunda ularga bu, ya'ni sizlar tetivatgan azob rost emasmi deyiladi. Ular Parvardigorimiz bilan qasamki, albatta rostdir deydi. Alloh ularga kafir bo'lganliginglar tufaylidan azobni tetinglar deydi. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Ey Muhammad, sen mushriklarning solgan jafosiga irodalik payg'ambarlar sabr qilgandek sabr qilgin. Ularga bo'ladigan azobga oldirab ketmagin. Ular oxiratda va'da qilingan azobni ko'rganda, ular dunyoda go'yo kunduzda birdamli turgandek his qiladi. Bu Qur'on sizlarga tabliğdir. Faqat fosiq qavmlar halok